Leksiyemizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugünkü ıslahı 2021 yıl. 7. ayının 11. günü. Yukarı leksiyana devam vatandaşlarım. Cungoga karşı namayiş 101 vatkan, Kırgızistan, Kazakistan'ın okşamaydığın tarifi. Özbekistan'da bunda karşılık hareketleri yok. Bu ahval Cungo'nun Özbekistan'daki savdo ticaret işlerini canlandırıp etti. Meblağ seleş tekimi kengaydi. Orta Asya'daki bu üç devlet Cungo'nun bir yol, bir belvağ siyaseti maksat kılganı harayladı. Afganistan vaziyetinin yamanlaşıp ketişi Cungo'ga bahane tepki verip, Cungo Orta Asya devletlerine hususi kurallıkla ve harbiy kısımlarını evetip, tabi gaz turup bildiri ve başka iktisadi nişanlarını qoğduşu mümkün. Gördünüz mü? Endi Cungo Orta Asya'ga hususi kurallıkla. Ala şehrin. Askeri kısımlar evetip, bu hem de devlet tertibini olsun değil. Endilikte hususi kurallıkla. Xitay kurallıklarını Orta Asya'ya evetip, turum ve gaz yollarını qoğduşu mümkün. Rusiyalık Cungo şunaslar mundaq deyişti. Cungo yakınki yıllardan beri hususi soğurlarda Orta Asya devletleri bilen muşu meselelerini muhakeme qilishdi. Lekin Cungo unda qiladigan bolsa, Rusiyaning Orta Asya'daki menfaati xiris e'lon qilgan bo'ladi. Rusya bilan Cungo'nun Orta Asya bo'yicha kelishimlarini buzib tashlaydi. Undaqsa Cungo'nun Orta Asya'dagi butkul faoliyati iqtisodga markazlashgan bo'ldi. Bexatarlik masalasini Rusya belgilaydi. Yani bazı Rusiyalık mutaxassislar yani mundaq hisobladi. Talibanlar Beyjingni bir qancha qatam ziyorat qildi. İki taraf uchrashuvlarda bo'ldi. Cungo bilan Taliban birdek fikr kelib, Taliban Cungoga xiris qilmaydigan, tahdid salmaydigan, buningdan Cungodan mablag' va iqtisodiy manfaatga erishadigan bo'ldi. Talibanlar şimal tarafda yaratgan vaziyet 20 yıl burunqi vaziyetga o'xshamay qoldi. Orta Asya devletleri tayyorlikni jiddiyleştirdi. Rusiyalik mutaxassislar mundaq deyishdi. Hozir har qaysi taraflarning andisha qilayotgan Afg'oniston chegarasidagi islom davlati radikal kuchlarning zo'rayotganligidir. Bu tahdid chegaralardan olqib butun rayonga ta'sir ko'rsatmoqda. Mutaxassislar mundaq dedi. Orta Asya devletleri allaqachon tayyorlik qilib qo'ydi. Kroskin mundaq dedi. Butkul Orta Asya harbiylashyapti. Kroskin Rusiyalik tadqiqotchi. Butkul Orta Asya harbiylashyapti. Harbiy xarajatni oshiryapti. Rusiyalik tadqiqotchilar yana mundaq masalaga diqqat qilishdi. 20 yıl burun Taliban Afganistan'da hukuk yürgüzgen çağlarda Afganistan'ın janubidagi Pushtilardan tashkillangan Taliban kuchlari, Pushtilar Afganistan millati. Pushtilardan tashkillangan Taliban kuchlari shimol tarafga, ya'ni O'rta Osiyo chegaralariga kengayib kelolmagan edi. Afganistan'da yaşayotgan Tojiklar va O'zbeklardan tashkillangan Taliban qarshi turadigan Shimoliy birlik tashkiloti shu chaqda Afganiston bilan O'rta Osiyo chegaralanadigan shimol taraf rayonlarni tizginlab turadi. Shunglashqa Talibanlar bilan O'rta Osiyo davlatlari o'rtasida bir bo'shliq bor edi. Lekin bugungi kun kelganda Taliban kuchlari Şimalga ötüp kelip, Orta Asya chegaralarini tizginlagandan keyin Orta Asyoning bugungi vaziyati 20 yil burunqi vaziyatga butunlay o'xshamay qoldi. Leksiyalarimiz tugadi vatandosh.